Bugun bozorga bordim, issiq nonning hidi birdan sizni eslatdi. Onajon, yuragim yana siz tomonga qaytdi. Non sotayotgan bir kampirni ko'rdim. Qo'llari xuddi siznikidek ajin bosgan, lekin mehrga to'la men non oldim. U kulib, bolam dedi shu birgina so'z ko'zlarimni nam qildi. Chunki uni siz aytgandek hech kim aytolmas ekan. Ba'zan insonni yig'latadigan narsa katta voqea emas. Bir hid, bir ovoz, bir tabassum. Onajon, sizni sog'inish og'riq emas, bu hayotimdagi eng go'zal sog'inch. Har safar issiq non ushlasam, go'yo qo'llaringizni his qilaman. Uyga qaytdim, nonni dasturxonga qo'ydim. Hech kim gapirmadi, lekin butun uy sizning xotirangiz bilan to'lib ketdi. Shunda bildim, onalar faqat uyda emas, farzandining yuragida ham abadiy yashar ekan. Bugun sizni ko'rmadim, lekin mehringizni yana bir bor his qildim. Bir dona issiq non butun bolaligimni qaytarib berdi. Rahmat! Onajon, siz bergan mehr hali ham